To'raqo'rg'onda bozor qilgan joyiga. Qancha berdingiz? O'sha 1 million kam 30 million. Bering. Mol baraka topding. Aka necha oylik bo'g'oz aka? 7 oylik. Ikkinchisiga. Oraya verin-chi. Olayım 500 ming kam beraman, berasiz. To'g'ri bering, to'g'ri. To'g'ri bering. Nima deysiz? Berasizmi aka? Ko'pchilikni yapin oling. To'g'ri bering. Berib yuboring aka, yaxshi pul yo'q. Menga yetib boradi oling. Mol baraka topib qo'ying. Beraman mana. Aka berib yaxshi pul berdi. Nima deysiz? Aka o'zi necha pul narx aytilyapti ekan shunga? Ha, necha pul aytyapsizlar? 35. 300 ming kamiga olib. Aka necha pul berdingiz? 300 ming kam 30 million. 300 ming kam 30 million. Mol baraka topding, yengil. Akalar 35 million narx aytilyapti ekan. 300 ming kam 30 million bozori bo'lib turibdi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. Xudo xolasa. Aka bu saqqanmisizlar, suti nechta buni? Amalga 15 ta 20 ta saqil. 15 dan tepasi, xudo xolasa. 15 plus. Akalar 15 ta sog'in. 15 plus sutiga olinaver ekan, xudo xolasa. Yana nima bo'ldi mana 30 million? 30 millionga bering, yaxshi olib qol. Endi ertalabdan mol baraka topding. To'g'ri bo'ldimi aka 30 ga? 30 million aka. Mol baraka topding. Ama yaxshi qilib. Xursand bo'lib bering, mol baraka topding. Xursandsiz? Qisir chiqsa ham 30 millionga bo'lmaydi aka. Badiyor. Qisir chiqmasa ham 30 millionga bo'lmaydi. Badiyor tez bo'lmay qoladi, yomon berdim hozir. Uzun qoladi aka. Qancha yengil baraka bering. Bo'ladi. Endi berasizmi? 200 ming yurib berdim, berasizmi endi? Buni pastdan. O'tiramiz-mi? Aka mo'ljallangiz necha pul bunga bo'lyapti aka? Xudo xolasa. 35 millionda bir kammi bor. Hammaga xayrli tong. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mahmud Uz kanalining obunachilari, ashaddiy chorva ishqibozlari, YouTube foydalanuvchilari, akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar. Hammamizga juma tongi muborak bo'lsin. Aytib o'tilganidek hafta kuniga juma, hajjil masokin kun, juma ayyomlari hammamizga muborak bo'lsin. 31-iyul sanasi 2026-yil Andijon viloyati Izboskan tumani Yakkatut chorva bozoriga sizlarga manfaatli, foydali videolarni tayyorlash uchun tashrif buyurganmiz. Akalar, ukalar, inshaalloh bugungi videolarimizni qismi har doimgidek yosh ko'chat novvoslar, sigirlar, boqma buqalar, qo'ylar videolari, ma'lumotlari bo'ladi. Inshaalloh videolarimiz sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta-bittadan like'larni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh birinchi videolarimizni sigirlarimizning narxlarini, sigirlarimizning ma'lumotlarini berishlikdan boshladik. Duoda bo'lib turasizlar akalar. Akalar, xudo xolasa ma'lumotlarimizni boshlab oldik. Inshaalloh hozir egalaridan ma'lumotlarni olish harakat qilamiz. Mahmud akalar aka. Aka, xormanglar, assalomu alaykum. Bo'g'ozmi? Kuni qolgan, xudo xolasa. Nechinchi qorin? 3-chi yo 4-chisi? Buni soqqanmisizlar aka? Nechtaga beraveramiz sutini? 10 taga beraveramiz, xudo xolasa. Biz salomatchiligi, xudo chiroyli. Bozor qildimi aka buni? 30 atrof. O'zingiz nech pul so'rayapsiz aka? 40 million xayri kam bor, xudo xolasa. Aytilgan narxlar muhim emas. Aka, bunga qiziqqanlar telefon nomerlar berilaveradimi? Telefon nomerlar aytib qo'yinglar aka. 91lik 630 33 633 9100. Akalar aytilgan nomerga aloqaga chiqib, akamizning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, kelishib qolinsa, kelishilgan holda dastlabki qilib berilaveradimi?
Kelishilgan holda, xudo xohlasa. Aka bozoringizni bersin. Mahmud Uskanal aka. Xudo xohlasa sizlarga ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Aka bo'g'ozmi bu? Bir oylik gumon ha? Nechinchi qoringa? 6-chi, xudo xohlasa. Soqqanmisizlar buni? Ikkita, 2 litr suti bor. Oldin tuqqan payti nechta tut bor edi? 10 tagacha berilaveradi, xudo xohlasa. Yebish salomatchiligi bir hafta sinab olaveradimi? Qiziq qalay telefon nomeri berilaveradimi? Aytavering. 91lik 483 95 76 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olinadi. Kelishib qolinsa, narxi sizlarga to'g'ri kelsa, dastlabki qilib berilaveradi. Kelishilgan holda, xudo xolasa. Kelishilgan holda dastlabkilar chiqaver ekan. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Aka, bo'g'ozmi? Gumon, bir oy gumon, xudo xolasa. Nechinchi qoringa gumon bo'lyapti unda? 4-qoringa. Saqqanmisizlar aka buni? 6 litr suti bor, xudo xolasa. Salomatchiligi yaxshi, ha? Bir hafta sinab olaverammi buni? Qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi? 91lik 600 99 15 nomerga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi, onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda dastlabki qilib berilaveradi aka. Aka bu bozor ko'rdimi? 14 million. O'z nech pul so'rayapsiz? 18 million xayr ekan bor. Akalar aytilgan nomerga bemalol aloqaga chiqilaveradi, onlayn savdolar ishlab turibdi. Aka bozoringizni bersin. Xudo keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Bolasi nima aka? Novvoschami bu? Xunajina, xudo xolasa. Birinchi bolasi? Sog' deylarmi aka buni? Hali sog'ligi yo'q, ha? Xudo xolasa birinchi bolasi ekan, hali sog'ilmabdi. Salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi, ha? Xo'p, akalar mol qayerdiki? O'zi nechning bola, xudo xolasa. Nech pul narx beryapsiz aka? 28. Bozor ko'rdimi? Nech pul berishdi aka? 23 berishdi, 28 deyapsizlar aka, xudo xolasa. Qiziqqanlarga onlayn qiziqar telefon nomerlar berilaveradimi aka? Aytavering aka. 33lik. Nechi? 653 33 nomerlarga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni akani o'zidan olinaveradi. Kelishilgan holda dastlabki xizmatlar ichib qo'yadi, xudo xolasa, Andijonga vodiyga. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, bozor qizayotgan joylariga. Aka hormanglar, charchamayapsiz? Birinchi bolasizmi aka? Birinchi bolasi. Sog'diylarmi aka? 8 litr suti bor, xudo. Bolasi nima? Xunajin ekan, ha? Bo'ylari 120 atrofida 8 litr suti bor, birinchi qoringa tuqqan, xudo xolasa. Aka salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi. Mol qayerdiki aka? Mesni mol, ha? Bozor ko'rdimi aka? Nech pul berishdi? 27,5. Siz o'zingiz ko'nglingiz nima deyapti aka? 27,5 tepasiga yursa sotiladi, xudo xolasa. Qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi aka onlayn savdoga? Aytavering aka. 88lik 528 55 22 nomerlarga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlar akani o'zidan olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda dastlabkasi chiqaveradi Andijonga vodiyga. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladigan kelishilgan holda. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Bolasi novvoscha. Aka hormanglar. Bolasi ham qonida ham bormi aka buni? Gumoni, 2 oylik gumon. Bolasi anaqa novvoscha. Nechinchi bolasi bu aka bu? 3-chi, ha? Aka bozor narxi berdimi? Nech pul berishdi? Biya savdo qilyaptimi aka? Nech pul berdinglar aka? 29 million berildi, ha? Aka o'zingiz ko'nglingiz nima deyapti bu narxi? 45 aytyapsizlarmi? 45 million narx aytilyapti, unda xolasa. Aka onlayn qiziqar telefon nomerlar berilaveradimi? Sotiladi, xudo xolasa. Akalar ma'lumotlarni ma'lumot olib qoldi. Bozorlarni bersin aka. Xo'p. Buni eng yaxshi qaysi? Buni? Buni xunajincha ekan bu. Bolasi necha kilo? Bir haftalik bo'ldi? Haftalik bo'libdi, xudo xolasa. Dehqonchilik aka hormanglar, charchamayapsizlarmi? Nechta suti bor aka buni? 12 litr suti bor ekan, xudo xolasa. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi.
Bolasi xunajin, xudo xolasa. Yeb ichishlari salomatchiligi bir hafta sinab olaveradi aka. Bozor narxi berdimi aka? 34 million narx berdi. O'z ko'ningiz nima deyapti? Nech pul deyapti aka? 40 million xayr ekan bor xudo xolasa. Qiziqqanlarga telefon nomeri beraveramizmi aka? Telefon qilishsa sotamiz xudo xolasa aka. Mayli bozoringizni bersin. Aka hormanglar, nech pul bo'lyapti? 28 million. Siz beryapsiz narxni? Aka nech pul deyapsiz o'zingiz? 35 million xayr ekan bor. Bolasi nima buni? Novvoschi ekan-a? Aka soqqanmisizlar buni dehqonchilikmi? Nechta suti bor? 5-6 sog'ilyapti, bolasi yemayapti, xudo xolasa. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi ekan akalar. Yeb salomatchilik bir hafta sinab olaveraman aka. Narxi nech pul deyapsiz aka buni? Narxi nech pul dedingiz? 35 million xayr ekan bor. Aka qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi qiziqqanlarga? Telefon qilishsa, qiziqsa yoqsa aka. Telefon nomerini aytaveramizmi aka? Aytavering aka. 91lik 600 18 618 19 92 nomerlarga aloqa chiqib akaning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda aka Antonga vodiyga yetkazib berilaveradi. Bozorlarni bersin. Xo'p, keyingi sigirimiz ma'lumotlari. Aka hormanglar. Bular mashincha ekan-a? 10 kunlik bo'ptimi? 14 kunlik, 2 haftalik bo'pti. Birinchi bolasimi aka bu? Uchinchi bolasi. Soqqanmisizlar aka buni? Nechta suti bor? 15 ta, xudo xolasa. 15 tami? Ha, 5 ta. Ha, 5 litr. Bolasidan tashqari emgandan. Bolasi emgandan tashqari 5 litr suti bor ekan, xudo xolasa. Xohlagan payt emaveradi, xudo xolasa. Bozor narxi berdimi aka? 24,5 berildi narx. O'zingiz ko'ningiz nima deyapti aka? 24,5 tepasiga yuramizmi? 25 timi? 25 teparog'ida yursa sotiladi, xudo xolasa. Onlayn qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi aka? Onlayn qiziqqanlarga telefon nomerlar. Aytavering aka. Nechilik? 33lik. 102 57 57 mi? Nomerlarga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda dastlabga chiqaveradi, xudo xolasa Andijonga vodiyga. Xudo xolasa. Bozoringizni bersin aka. Hop, keyingi videolarga o'tamiz akalar. Mana katta degan Mahmud o'z kanali aka YouTube'da. Xo'p, mana qasdan so'raganlarimiz bormi akalar? Xudo xolasa chiroyligidan, go'zalidan, asalidan, mana qab momaqaymoqlaridan. Kim so'raydi shunaqasidan aka? Bolasi bo'lsa bunaqancha ekan. Moslardan emasmi aka? Akalar sigir kimdan aka? Egasi bormi? Egasi yo'q ekan, shuncha katta mol endi egasi bo'lmaydimi? Bunaqa chiroyli mol o'zi istab olaveradi deb akalar xudo xolasa buni bozorga baylab egalari uyga dam olgani kirib ketib shekilli. Xo'p. Keyingi sigirlarimiz ma'lumoti mana bu to'qola varianti bilan qidirgan akalarimiz xudo xolasa ma'lumotlarni olish harakat qilib ko'ramiz. Simental shvet tanlashgan xudo xolasa varianti, gibrid varianti. Xolasa. Aka bozor nech pul qildi? 32 qilyapti. 32 ga chiqib qopti, xudo xolasa aka. Ikkinchi qoringa bo'g'ozmidi aka bu? Soqqansizlar buni ustini. Qanchaga edi? 15 ta 20 taga beradi. 15 ta plyus sepasida. Yangi chiqsa xudo xolasa 20 ta atrofida. O'zingizlar ko'ngillar nech pul so'rayapti aka? 37 xayr ekanmi bora? Aka qiziqqanlarga telefon nomeri berilaveradimi? Savdolari bo'lyaptimi xudo xolasa? Aka narx berdinglarmi? 31,7 berildi, xudo xolasa. Aka mal o'ta yaxshi, go'zal, xudo xolasa. Savdosi bo'lib turibdi ekan, 31 million 700 bozor qilibdi. Akalarimiz xudo xolasa 37 million xayr ekanmi bor deb aytishyapti. Qiziqqanlarga ma'lumot. Aka telefon nomeri beraveramizmi bunga qiziqqanlarga?
Telefon nomer beraveramiz aka qiziqqanga. Sotamiz, xudo xolasa, bozorlarni bersan aka. Telefon nomeri olib qo'yavering. Mayli aka. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tyapmiz akalar, xudo xolasa. Mana sigirimiz. Sho'x ekan. Sizlardan bolaga? Bu qaysi biri bolasi buni? Ikki oyina bola, ha? Bozor berdimi, nech pul berdi? O'zinglar ko'ngillar nech pul so'rayapti? 26 ga. Bozor nech pul berdi? 26 ga so'rayapti. Nima bo'lar? Mana shu ko'p bolasi. Yo, bozor 26 berdi. Sizlar nech pul deyapsiz narxini aka? 28 million xayri kami bor. Necha litr suti bor aka buni? 4-5 litrdan bor, xudo xolasa. Bu nechinchi bolasi? 3-chi yo 4-chi, xudo xolasa. Aka, onlayn qiziqarli telefon nomeri berilaveradimi? 99lik. 100 6086 nomerga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlari olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda aka dastlabki qilib berilaveradi, xudo xolasa. Dastlabkilar chiqaver ekan. Xo'p, akalar. Aka, bo'g'oz emasmi bu? Gumon, xudo xolasa. Bozor nech pul berdi aka bunga? 20,5 qilyapti. 20,5. O'zidan hech nima aytyapti aka bunga. 20 million xayri kami bor, xudo xolasa. Yeb salomatchiligi, xudo bir hafta nima o'radi? Dehqonchilikmi aka? Onlayn qiziqarli telefon nomeri berilaveradimi? 33lik. 439 10 nomerlarga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlari olinadi, onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda dastlabkasi chiqaveradi aka. Kelishilgan holda dastlabkilar chiqaveradi akalar, xudo xolasa. Keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Butun dunyo bo'ylab chiqaveradi ekan. Xo'p, akalar, xudo xolasa keyingi ma'lumotlarga o'tyapmiz. Aka, hormanglar, bo'g'ozmi? Vallahi, omingiz. Bo'g'oz emasmikan akalar bular? Aka, sizdanmi? Bo'g'oz emasmi aka bu? Qo'yilmagan hali. Bozor qildimi aka? Ha, 21,5. 21,5 baho qilindi. O'zidan nech pul deyapsiz aka narxini? 25 kami bor. 25 xayri kami bor. Telefon nomerlari qiziqqanlarga berilaveradimi aka? 88lik. 985 15 50 ga. Aytilgan nomerga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlari olinaveradi, onlayn savdolari bor. Kelishilgan holda dastlabkilari ham chiqaveradi, xudo xolasa aka. Bozorlarni bersin. Bu bo'g'ozmasa bu? Qattiqdan qolamiz ekan. Aka, bozor berdimi? Nech pul aytyapsizlar? 20 million xayri kam bor, xudo xolasa. O'zim baxtsizlik qilib olaman degan akalar, xudo xolasa. Onlayn qiziqqanlarga telefon nomerlar berilaveradimi aka? Ha, amakishiniki ekan, telefon nomerlariga imkoniyatlari yo'q ekan. Aka, bozorlarni bersin. Aytgan. Xudo xolasa. Xo'p, keyingi sigirlarimizni ma'lumotlariga o'tamiz inshaalloh. Alloh qodir qilganicha ma'lumotlarga yetkazyapmiz akalar. Akalar, xudo xolasa bunaqa chiroyli variantidan so'ragan akalarimizga, hoji ota, hoji onalarimizga, inshaalloh o'zim chiroyli boqib sigir qilib olaman deganlarga ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Aka, bozor berdim bunga, nech pul berdi? 26 ga oldi, 26 million 400 beryapti hozir. 26 million 400 ming narx bozorlari bo'lib turibdi aka. Bunga o'zlar nech pul narx aytyapsizlar? Hozir 26 ga oldi. Ha, ular 100 ming foyda beryapti. ha, sizlar tirikchilikka oluvdinglar, xudo xolasa buni aka. Bo'g'ozligi aka va qanaqa buni endi? Gumonmi? Nechaligiga aniq emas-a? Sotib olamiz biz. Mana shunday qanday olingan bu shunday sotilaveradi, xudo xolasa. Aka, qiziqqan telefon nomeri berilaveradimi bunga? Aytib keting nomerlarni aka. 95lik. 95lik 353 70 353 70 02. Aytilgan nomerga aloqaga chiqib, akamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi inshaalloh.
onlayn savdolari bor. Kelishib qolinsa aka dastlabga chiqaveradi, xudo xolasa. Mashinalari bor ekan, transportda muammolari yo'q ekan, xudo xolasa dastlabkilari chiqarib berilaverar ekan. Aka bozoringizni bersin. Akalar, xudo xolasa sigirlarning ma'lumotlarini qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha sizlarga yetkazdik. Keyingi videolarimizga endi o'tmoqchimiz. Keyingi videolarimiz ham xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Sizlarga mana shu videomiz, ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta-bittadan like'larni bosib, kanalga obuna tugmasini bosib, duoda podдержкада bo'lib turasizlar. Akalar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.